Voy, menga yomon yetib keldi endi. Maza qildimni 5-soni va maza qiling. Yaxshilik qilgandek ko'rinmang. Yaxshilik qiling, ko'rinmang. Voy, Menga yomon yetib keldi endi. Odamlarni jismonan davolash uchun uxlatish kerak ekan. Ruhan davolash uchun esa uyg'otish. Tolstoy. Tolstoy aytdi-yu, pul hamma narsaga qodir deydigan kishilar pul uchun hamma narsa qilishga tayyor kishilardir. yoppasiga yolg'on urchigan zamonda haqiqatni aytish ekstremizmdir. Kimga maza qildingiz? Malika, Akmal, Asadullo yoki Baxtiyor? Izohlarda yozing.